Tezkor xabar: Yerda yana muzlik davri boshlanishi mumkin. Tadqiqot. Assalomu alaykum azizlar, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Yer haroratining o'sishi paradoksal tarzda sayyorada keskin sovuqqa, yangi muzlik davriga olib kelishi mumkin. Bu haqdagi xulosaga Germaniyaning Bremen shahridagi Ma'lum dengiz atrof muhit fanlari markazi olimlari keldi. Ularga ko'ra, Yerning iqlimiy muvozanati faqat minglab yillar davomida karbonatni ushlab turuvchi va haroratni barqarorlashtiruvchi silikat jinslarning sekin yemirilishi bilan belgilanmaydi. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ayniqsa suv o'rtalari fosfat va kislorod bilan bog'liq biologik va okean sikllari sayyora haroratiga yana kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yer tarixining katta qismida olimlar silikat jinslarining asta-sekin yemirilishini sayyoraning asosiy tabiiy termostati deb hisoblab kelgan. Bu jarayonda yomg'ir suvi havodagi karbonat angidrid yutadi, ochiq tog' jinslariga tushadi va ularni asta-sekin eritadi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.